Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar va orzu qilib kutilgan trading robot tuzishni bu darsimizda o'rgatib beramiz. Keling, birinchi o'rinda o'zi trading robot nimaligi haqida gaplashib o'tsak. Trading robot bu avtomatik savdo buyruqlari orqali savdoni o'zi amalga oshiruvchi muayyan savdo strategiyaga asoslangan algoritmik robot hisoblanadi. Ya'ni bu robot bir gap bilan aytganda sizning o'rningizga сделканы ochib, sizning o'rningizga сделканы yopadi. Ya'ni sizda take profit qo'yilgan bo'lsa, foydani miqdori o'sha foydaga tegib turib сделка yopadi yoki aksi stop loss qo'yilgan bo'lsa, stop bilan yozadi, yopadi. Ya'ni inson omilini chetga surib turib, sizni tuzgan savdo strategiyangizni, mana bu yerda joylashgan savdo strategiyangizni o'zi aksiyalar bozorida savdoni amalga oshiradigan robot bu trading robot deyiladi. Trading robotni tuzish qoidalari nimalar? Bular aniq bir savdo strategiya shartlari bo'yicha buyruqlar ketma-ketligini yozib olishingiz kerak. Undan so'ng aniq protsentda ko'rsatib berishingiz kerak. Qancha protsenti foyda, qancha protsenti ziyon qilishini va kirish chiqish nuqtalarini ko'rsatib berishingiz kerak. Keling, sizlar bilan birgalikda bu darsimizda trading robotni Trading View PineScript dasturida tuzishni birga bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Buning uchun birinchi o'rinda siz savdo strategiyangizni o'zbek tilida yozib olishingiz kerak. Ya'ni xarid qilish uchun qanday asoslar bo'lishi kerak? Xaridni amalga oshirish uchun necha protsentda chiqib ketish kerak va xarid yaxshi o'xshamaganda, g'oya o'xshamaganda necha foiz ziyon bilan chiqib ketish kerak? Qancha portfel pozitsiya kapitali kiritilishi kerak va qanchasini ishlatish kerak bitta сделка. Ya'ni pozitsion savdoning qiymati qanchaligini belgilab olishimiz kerak. Buning uchun mana biz sizlarga shablon tarzida o'zimni bitta trading robotini tuzgan holatimni ko'rsatib beraman. Optimus robot deb nomladik. Buning uchun biz bu tekstni o'zbek tilida olamiz, mana shu qiymatini olamiz va buni Google tarjimonga olib kelib qo'yamiz. Mana trading robot indikator ko'rdinglar, trading robot olib kelib qo'ydik. Mana ko'rganingizdek ingliz tilida yozib berdi va buni copy qilib olamiz va Merlin AI dasturiga olib kelib turib ushbu tekstni joylab qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, trading robotni qoidasini yozdik. Bu eng oddiy robotlar tuzish. Endi murakkab robotlarni biz tuzganmiz. 100 dan ortiq robotlar tuzganmiz va bu o'sha boshlang'ich siz bilim olayotgan darajada tuzilgan robotlardan biri. Endi bizani Optimus Fundamento degan kurslarimizda trading robotlarning 3 ta eng murakkab va Amerika bozorlarida hindistonlik IT'shning mutaxassislari tomonidan 5 ming 10 ming dollargacha tuzib berilgan robotlarni biz o'zimiz sun'iy o'zimiz muallifligimizdagi strategiyalar tuzganmiz. Lekin boshlang'ich etapda mana shu robotni o'zi ham sizga yetadi. Mana hamma kodini yozib berdi, ko'rasizlar, kodlar yozish shart emas. Bu kodni ko'chirib olamiz va haligi PineScript degan dasturimiz bor-ku, Pine editorga joylashimiz kerak. Joylashdan oldin albatta Optimus app qolib ketgan bo'lsa, open qilib turib new strategy ni bosasizlar va buni yes deb belgilab qo'ysanglar bo'ldi. New strategy ni bosdik, o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerdagi bo'limni hammasini o'chirib tashlaganimizdan so'ng hozir ko'rsataman. O'chirib tashlaganimizdan keyin Optimus appni ham o'chirib tashlaymiz, bizga kerak emas. Mana bu yerdan olgan kodingizni, copy qilgan kodingizni olib kelib qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin add to chartni bosasizlar. Add to chartni bosganingizdan so'ng qadrli ishtirokchilar, mana sizlarga trading robot ko'rsatyapti. Bu robot ushbu aksiyada, ya'ni AI kompaniyasida bitta signalni olgan ekan va bitta signal bilan mana bu yerda profitni yopib ketgan va qolgan signalni hali yopmagan. Kelinglar boshqa aksiyalarda ko'rishga harakat qilamiz. Masalan, Apple kompaniyasida ko'radigan bo'lsak, ushbu trading robot 62 ta savdoni amalga oshirgan, 13% foyda bilan yopgan va jami foydasi 100% tashkil qilgan. Performance ko'radigan, list of summaries ko'rsak, mana profitlar $1900, $2000, $1900, 10% dan har bir сделканы, qarang, har bir сделканы foydada yopishga harakat qilgan va hammasini foydada yopgan. Hammasini mana ko'rib turganingizdek foydada yopgan qadrli ishtirokchilar. Mana bu yerda qaysi muddatdan qaysi muddatgacha yopilganligi, qancha summa ishlatilgani hali aytganimizdek $10 ming bilan boshlagan edi va mana bu yerda natijalarni ko'rishingiz mumkin. Jamida 13% atrofida overviewda 13%, $135 ming foyda yopgan ekan, 13% atrofida. 1 million atrofida summa bilan kiritilgan bo'lishi kerak. Adashmasam ham kodda yozib qo'ygan bo'ladi. Necha protsent bilan kirgan? $10 ming bilan kirgan ekan, 62 ta savdoni ichida bu $135 ming atrofida foyda qilgan. Ko'rasizlar, qanday qilib сделкаlar ochib, qanday qilib yopganligigacha ko'rsatgan. Mana qadrli ishtirokchilar, bugundan boshlab turib sizlar trading robotlarni tuzishni o'rganib oldinglar. Amerika fond bozorida trading robot tuzadigan insonlarni o'zi qo'l bilan sanaydigan o'shalardan biriga aylandinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.